Tövende Erkin Sabır'ın Bovay ve Cangal namlı hikayesini aldığımız. Gün oltırış bilen təң payda bolğan quyuq tuman, appak qarğı pürkelgen bütkül jangalni yutub ketdi. Mana endi yo'lni ilg'i qilish tashlashgan edi. Mahallaga qaytish yo'lida nishon bo'ladigan daraxtlar tuman ichida g'oyib bo'lg'achqa, Bovay o'zining qayoqqa ketayotganini aniqlamay qoldi. At tuyoqlari bilan harvi chaqlari ostidagi qor g'ajildaydi va yiroqlardan aks sado qaytardi. So'g'uqdan jangal changildab ketgan edi. Talay asrlar mobaynida qanchilgan odam bu jangalning so'g'uqlarini beshidan kechirgandi. Bu yerda kimlar falokatga uchragan va halok bo'lgan? Ammo jangal bularni Bovayga so'zlab bermaydi. O sirdirini qo'yniga sig'dirib, mushu kangri zaminni bag'ashlab kelmaydi. O yana talay asrlardan keyin bu zaminda bir Bovay qattiq so'g'uq va quyuq tumanning iskanjasida qolgan deb hech kimga aytib bermaydi. Bu yerda qeri daraxtlar o'sib chiqadi. Jangalning mavjudligi davom qiladi. Ammo bundoq mavjudlikning qanchalik davom qildiganligini Bovay bilmaydi. Quyuq tumanning ta'sirida osmon bilan yer tutishib bir gavdaga aylanib ketgan edi. Shu topda 10 necha qadam neridagi narsalarni ko'gili bo'lmaydi. Atrof bakmi surlik edi. Bovay mundoq tumanda o'zining ezib ketishidan ansirab qoldi. O ezib ketsila jangalning boshqa tarafiga ketib qoladi. Hayot qilish uchun kelgan yo'lni tepib olish kerak. Ammo udul kelgan tarafga minib berishim bo'lmaydi. Kasgamas minib esa ot aridi. Shunga avval kelgan yo'lning qayoqda qolganligini faraz qilish kerak. Bunda qilish toza ishonchli bo'lmasa-mu, hozir buningdan boshqa amal yo'q. Bovay atrofdagi nishon qilgan daraxtlarga va o'zi minib kelgan yo'lga qarab boqmoqchi bo'lib, orbidan tushdi. Tushdi-yu yerga dast kelmay qoldi. Chunki so'g'uqda putlari uyushib qolgan edi. O putlarini tasda ayvashga keltirib, 200-300 qadam doirani bir aylanib chiqdi. Uchirgan daraxtlarga yaqin berib sinchilab qaradi. Daraxt atrofini cho'gildi. O ashundoq minib, harbidan bakiraqlab ketdi. Oradan qanchalik vaqt o'tgandidir, o'zining harbidan yiroqlab ketganini sezdi. O orqasiga yanmoqchi bo'ldi. Lekin quyuq tumanda yeli kelgan tarafni farq etgili bo'lmag'achqa, harbining qayoqda qolganini bilmadi. Shu chog'da ot bir joyda turaverishdan ichi pushdimi, orqa-orqadan bir nechini pushqurdi. Bovay pushqurgan tarafni nishonlab minib, harba yana aron tepib keldi. O shuningdan keyin bunda quyuq tumanda harbidan bak yiroqlab ketishining xavfli ekanligini his qilib qoldi. Qarong'u jimjitlikda uning oyog'i ostidagi qorning qochildishi butun jangalni bir og'an edi. Taraf-tarafdan aks sado keladi va Bovayni jangal ichida noyat nurg'un odam minib yurgandek tuyg'uga soladi. O kelibla otni yitlab so'lga burilib mandi. Yo'l so'l tarafda qolgandek qiladi. Ammo bu farazmo toza ishonchlik emas edi. Ishonchlik bo'lmasa-mu, tavakkul qilmay bo'lmaydi. Bovayni tanni shurkantiradigan so'g'uq bilan birlashib ketgan qo'rqinch chulg'ib oldi. O to'xtab, tuman qaplagan qorong'ulik ichiga quloq soladi. To'xtaganda hamma yoqni timtasliq bosadi. Timtasliqda birari shapi sezilgandan keyin yana mong'atdi. Bu jangalda albatta ichi qap ketgan bo'rilarni yo'q degili bo'lmaydi. Burunladimi bo'rilar aralab to'p-to'pi bilan paydo bo'lib qoladi. Keyin tezib ketdi. Albatta ularni yana paydo bo'lmaydi deb kim aytalaydi? Hozir shular bir to'p bo'lib etilib kelsa, qanday qilg'iliq? Bo'ri deganning purash sezimi kuchli bo'lamiz. Kim biladi? Bo'rilar bu kamgacha bu jangalda bir ot bilan bir qiyirning temislab yurganini bilib bo'ldimi?
agar rostilla shundoq bo'lib qolsa-chi. Bu to'liq qo'rqinchli xiyol edi. Bovay amalba bunday xiyolni qilmaslikka tirishdi. Chunki u endi bo'rlar bilan kuch ilishamaydi. Uning yosh, bardam chog'lari ketgan. Mubada bo'rlar rostilla etilib kelsa, u chog'da o'limga tan bermakdan boshqa chora yo'q. Bovayni texnik surib bosdi. O otni o'zi nishon qilgan yo'lnish bo'yicha minishga qo'yib berib, harbiga chiqdi-da, o'tinlar orasini silashtirib, uzun sopliq paltisini topdi va uni har ehtimolga qarshi yeniga tortib, apchil joyga joylashtirdi. Palta uningga bir oz madad bergandek bo'ldi. Ammo paltini qiron chog'laridagidek o'yintalaydiganga ko'zi yetmaydi. Uning kunduzi mavu ko'taklarni parchalagicha ikki belikining holi qolmagan edi. U qiyirganligini tan oldi. Shundaqdimi g'ayrat qildi. G'ayrat qilishning o'zimi bir kuch. Biroq bo'rlar ko'tak emas. Ular bovayning shundoq kuchga kelishini kutib turmaydi. Eng yaxshisi ularning paydo bo'lmagani yaxshi. Bovay nishonning to'g'ri bo'lishini tilaydi. Bu jangaldan tezroq chiqib ketish kerak edi. Qirg'anda 40 kun minibmi qirdan oshamabdi degandek ish bo'lmasin, deydi bovay. U burunlarda bu gapni ancha pisand kelib ketmaydi. Hozir o'ylanib qoldi. Burunqilar nima degan dona? Xuddi bovayning bugun bu jangalda holsizlanib turishni bilgandeklar. Yo'q, bovay holsizlanib qolmadi. U bugun xeli ish qildi. Shuncha yo'g'on daraxtni 4 ko'tak qilib bo'ldi. Shumi oson emasdi. Bovay shularni o'yladi va yilmi o'zining qariga keldiganligidan bir oz ko'ranglikmi qo'ydi. Ammo mavi qorong'ulikqa to'lgan jangalda uning ko'rangligini ko'radigan hech kim yo'q edi. O o'yini davomlashtirdi. Ata mavi o'tullarni bozorga olib sotadi. Avu 4 tal ko'tak bilan qo'shib sotganda hamma o'tin qanchalik pulga yarar? Balkim 60 so'mga yarar. Bovay o'z mo'lcharidan xafa bo'ldi. Xuddi o'tinlarga boshqa biraylan baho qo'yayotgandeklar xafa bo'ldi. U mushunchalik pulni deb jangalga kirdimi? Yo'q. O'tinlarning qanchalik pulga yarishi mumkin emas. Muhimi uning ko'ngli. Bovayning hujudiga kuch ata qilganimi ashu ko'ngil. U bir hayajon. Bovayning jangalga kelishigimi ashu hayajon madad bo'lgan edi. Bu hayajon hozirmi uning hujudidan yo'qolgani yo'q. Biroq mavi quyuq tuman uni ashu hayajoni bilan qo'shib yalmab yutadigandak qo'rqinch silayotdi. Yo'q, u so'g'oqqa, tumanga bo'y bermasligi kerak. U mo'miyi Zividi xonga yetlik ko'nglik ep berman deb lavzi qilgan. Ashu lavzni aqliyamisi qandoq bo'ladi? Bovay Zividi xon mo'mayni esiga elish bilan tatli xiyolga ketdi. Odamlarning mushkulotni yengishida ba'zi hollarda xiyolmi zo'r madad bo'ladi. Bundaq chaqda har ishning yaxshi tarafini, yaxshi o'tgan kunlarni o'ylash kerak. Bovay dal shunday qildi. O oqshom mo'mayga nimalarni dedi? Boshdan o'ylashga boshladi. Men jangalga kirib chiqay. Bovay yatar chog'da Zividixon mo'mayga shunday deganda, mo'may uni jo'ylasi kerak deb qolgan edi. Yana jangal xumari tutilsamdi. Jo'ylamay yasla, dedi mo'may. Jo'ylayotganim yo'q. Men jangaldan o'tin ekilib setib, sana yetlik ko'nglik ip beray deyman. Balalar baribir unumaydi. Unab unumay, men bilmaydigan jangalmiti u, deb g'udung'ishib qo'ydi bovay. Demisimi u yosh chog'larida mushu jangaldan talay ketim o'tin to'shigan edi. Hozir u zamonlarga qanchalik uzoq bo'lgandi-a?
Buvay hisoblab baktı. Lekin aniqroq bir uqumga ega bo'lolmadi. Qeyrig'anda arada o'tgan yillar esda qoladimi? Uning esida qolgani to'gi jangili bilan bo'ri jangili. Biroq hozir bu jangalnimi g'urbatchilik besib ketibdi. Balalarning jangalda nima bor? Ishkirlab kirmaguncha hech narsa topolmaysan. Ishkirlab kirish uchun kun ketadi deganlarining rostligiga ishondi. Necha yillardan buyon meni shundoq deb qo'llab, jangalga berishdan to'sayotgansizlar deb ballaridan xafa bo'lib yuradi. Buvaygo hech nimani uqmaydiganlarni emas. O kishilarning jangaldan daraxt kesib to'shganligini biladi. Ammo jangalning buncha eg'ir xarob bo'lganligini hech xiyoliga keltirmagan edi. Az jangalmi bu deb o'ylaydi u. Mana endi shuncha yil o'tib jangalga kiribla hammaga hayron bo'ldi. Shundaqdimi u bo'ri jangalning ichiga kirib bir harva o'tin elib qaytgandan xushal edi. U bu o'tinlarni bozorga akirib sotadi-da, mo'mayga ko'ngilak etib berdi. Akşam mo'may uning yeliqi jo'ylaganda kepiga hayron bo'lib, "Bo'ldilar dadisi. Tavakkul qildiganga yosh chaqlari bo'lmasa ya. Shu jangalga endi kirimizga" deb nasihat qilganda, buvayning dodisi tutib qolgan edi. "Nima endi? Senmi meni qarg'a kelmasga chiqaryapsan? Undaq qo emas. Jangaldagi bo'rilar talab ketamdikin deyman." "Bo'r demsan?" dedi buvay mo'may tarafga o'rilib. "Sening aqling bag'oncha xorab ketayotamdi bilmadim. Men u bo'rlarni o'z vaqtida tiniqimni osimi necha kunlik yerga kechib ketguday qilib atgan tursam." "O shundoq. Biroq bo'rlarning hozirgi avlodlari sizini tunimasmikin deyman." "Ha, tunuydi. Bo'rlar avlodlarga Hevzul polvondan mayli u qeri bo'lsimi, ezi bo'linglar. Uning tiniqini anglasanglarmi, necha kunlik yerga kechinglar deb nasihat qiladi." Voy voy devatgan gaplarni. Mo'may pixildab kuldi. Ondan buvayga ichi kuyib qo'shib qo'ydi. "Qeyrig'andimi po etishdan qolmaydi. Ey, po emas xotin. At saharlab chiqib ketib, kun potqucha o'tinni akilib bo'laman. Ögüllikki bozor akirib setib, sana yetlik yo'nlik ep chiqaman." "Bo'ldilar dadisi. Nemancha japa u? Balalar epmaganni kiysanmi yetidi?" "Men yetmaydi demidim. Faqat ko'nglim. Biroq sen meni endi kavga kelmaysan deb o'tsan, ha? Ko'ngillarga ammislar dadisi. Sizlar hozirmi qarg'a keldilar? Emisa meni kerak qilamsan?" "Kerak qilaman. Mangulik kerak qilaman." Buvay kuldi. "Mening deganim yolg'iz u ishlar emas. Sen gapimga ma'qul bo'lishing kerak. Men jangalga berib kelay. Mundaq desam, yana qaramliq tutotamdi ekan deyman. U degan yoshlikdagi ishlar." "Ma'qul," dedi mo'may. "Lekin jangalga kirmaymi? Ko'nglakni balalar bergan pulga ip bersa, o'xshash bo'lmamdi deyman." "O'xshash bo'lmaydi dedim-ku. U degan balalarning emgaktari. Baribir shularga hisob bo'ladi. Mening o'zim emgak qilib topgan pulimga ip berganim boshqa gap. Sen xotin hammani o'xshash deb qarayapsan. O'ylab baq. Avu kelinlaring atgan tomoqni sen usib bersang, sana bu tomoqni bak o'xshatsan degil bo'lamdi. Bo'lmaydi, albatta bo'lmaydi. Balalar bergan pulga ap bergan idilar desam, mening ko'nglim aski bo'lmamdi." Buvay ezib tushuntirishga boshladi, mo'may uning gapini bo'ldi. U buvayning og'zi ichilib ketsa to'xtamaydiganligini bilgachga, ba'zida uning gapini bilib o'tishga majbur bo'ladi. "Ko'ngillarni qabul qildim dedim-ku," dedi mo'may. "Biroq atiganlikka balalar to'yib qolsa, sizni jangalga bog'lab qo'ymaydi. Xafa bo'ladi. Men balalarga uqtirib qo'ygan.
harbi bilan saharlab bozordagi bir tuqqunimizning to'yiga borman degan. Harbini o'zlari qo'shandilar. Ha? Unimi degan? Taqlash beri. Hamma ishni bitirib bo'lib, menga maslahat saqindi. Mo'may shundoq qayib qo'ydi. U bovayning jangalga berishdan toza xotirjam emas edi. Lekin bovayga gap yegizish tas bo'lg'achqa, ashundoq qayish bilan kifoyalanadi. Bovay uning qayishiga piqildab kuldi. Shuningdan keyin orada boshqa gap bo'linmadi. Chunki ular asta-asta uxlab kelishgan edi. Kun asta-asta ko'tarildi. Bovay saharlab yo'lga chiqib, xeli uzoq mang'an edi. Uningga jangal yiroqlab ketgandek tuyuldi. Balkim yo'l ichilmagan qarda ot bek asta mang'andi. Kun nurida butun dala jimirlaydi. Qish kirgandan buyon hech qanday ot uloqning izi tushmagan bo'lsa-mu, bovay jangalda ayni chog'larda o'tin to'shigan yo'lni xatosiz tepib olgan edi. O qum dengdan agib o'tib, qo'sh lokka tarafga ketib o'tadi. Ashu qo'sh lokkining qisilchig'idan o'tsila to'gi jangaliga yetib boradi. Hamma yer oppoq qor ostida yeyilib yotadi. Bovay qum dengdan halqib qo'sh lokkini ilg'i qila oladi. U asli cho'qchib turgan ikki cho'qqa edi. Yiroqdan qaraganda to'gining qo'sh lokkisiga o'xshashqa kishilar ashundoq nom qo'yib olgan edi. Mana shu qo'sh lokkidan o'tgandan keyin goh yerlari quyuq chatqal, goh yerlari taqirlashgan to'gi jangali ko'zga tashlanadi. To'gi jangalida ilgari to'gi jiq edi. Uzun yillar mobayni u to'gilarni bo'ri jangaldan kelgan bo'rilar yeb azaytibdi. Keyin ozdab ketgan to'gilar biraqli g'oyib bo'ldi. Ularning hammasini bo'rilar yeb tugatdimi yoki boshqa yoqlarga tezib ketdimi bilgili bo'lmaydi. Ammo bu yerda ularning to'gi jangali deb nomi qoldi. Bovay shu chog'larda bu jangalda boshqa yovvoyi hayvonlarning bo'lishi mumkinligini o'ylab qoldi. Bu yerda tulka, yovu to'shqandan bo'lak kishilar aytgandek yovu to'ng'izmi bordir balkim. To'gi jangalning o'chiqchiliklarini qamg'oq, shivoq yoki yulg'un qoplaydi. Daraxtlarning oralari quyuq chatqalliq bo'lib, ba'zi kengroq bo'shliqlarda qumush, chig' yoki boshqa narsa o'sadi. Qari qamg'oq, taskan va shivoq amallarni hamma yerda uchratqili bo'ladi. Bovay har qitim jangalga kelganda, bu yerdami insonlarga o'xshash hayotlik uchun kaskin kurashlarning bo'lganligini his qiladi. U kamlarda mahaldagilarning hol kuni bo'ron chapqin, goh qurg'oqchilikning dardini totadigan mushu jangaldek mavjudotga o'xshab ketgan edi. Kishilar jafo chekib ishlaydi-yu, bir kun to'q, bir kun och o'tadi. Bovay hamma odam dash qozonning tomog'ini yeydigan ashu kunlardan tortibla bu jangaldan o'tin to'shiydi. U uning qiron chog'lari edi. Butun badanidan kuch urg'ib turadi. Hamma odam uning bardam bastiga va qo'rqimsizligiga qarab uni Hevzul Palvon deb ataydi. U jangalda ovchilikmi qildi. Uning ikki tayg'ini bor edi. Bu jonivorlarga kommunaning dash qozondan umash tegmagachga jangalda o'zlariga o'zib izlaydi. Rostini aytganda, tayg'onlarning jinini jangal saqlab kelyotdi. Shunga bu ikki jonivor jangalga kelishi bilan jonlanib ketadi. Bu jangalda yov to'shqan ko'p edi. Ular to'shqanni ko'rgan hamon o'qdak etilib berib tutadi. Tayg'onlar ko'pincha hollarda tutgan to'shqanlarni bo'g'ib o'ltirib qo'yadi. Hevzul Palvon ulgurib borganda biror ikki to'shqanni halol qila oladi. Ondan terisini ajratib, tozalab go'shtni kavop qiladi va azroqini o'zi yeb, qog'inni qo'yindagi xaltasiga selib, Zevidaxon bilan bolalariga ep ketadi. Biz to'shqan go'shti yedik demanglar, ha? deydi u bolalarga. U chog'larda har qanday uyda qozon esish,
kechisi chiroq yiqish manni qilingan edi. Boshqalar o'qib qolsa, bu ishning bir chatig'i chiqmay qolmaydi. Balalarmi dadasining bishoratlariga ko'nik edi. Ular qorong'u uyning bulungi yig'ilib, to'shqanning suyaklarini g'azilaydi. Yiliqi Kenjitayning yiliga suyak turib qilib, jindin ayrig'li tas qag'inimi dal shu chaq edi. Hevzul palvon Kenjitayning dumbisiga qeqib yurib, suyakni tasti chiqarib oldi va ondan xoltisiga soldi. U har qitim to'shqanning suyaklarini xoltiga qochilab, qo'yniga solatdi-da, o'tuniga bog'ach jangalga olib tashlaydi. Tova. Shu kunlarmi kun edi. Ammo to'shqan kavopi yeyish Hevzul palvon va uning bolalariga doim nisb bo'lavermaydi. Chunki tayg'onlar tutgan o'g'llarini bir-biridan atqichib yeydigan bo'lib olgan edi. Hevzul palvonning ulog'imi ichi og'rib qoladi. Bo'ptilar. İnsofidan oshqinni bera, deydi u. Itqo insofni bilmaydi. Ammo vafo qilishni biladi. Bir qitim bir top bo'rining hujumidan Hevzul palvonni ashu ikki toygan qutuldirib qolgan edi. O dal mushu to'ygi jangilda bo'lgan ish bo'lib, Hevzul palvon o'tinlarini harbiga besib kelib etib, hojat qistig'anlikdan harbidan tushib bir chatga o'tdi. Shu chaqda u chatqallar orasida ko'zlaridan o't chachirib, o'ziga qarab turgan uch bo'rini ko'rib qoldi. Bo'rilar ochliqdan to'ygi jangilga o'zib izlab kelgan chig'i, bundaq chaqda ular vashilishib ketdi. Yuqorida Erkin Sabirning Bovay va Jangal nomli hikoyasini anlatdik. Oxirini davomli anlatamiz. Nurmuhammad Abdurahim o'qidi. Anglishga tayyorlovchi muharrir Yarmuhammad Tursun. Mas'ul muharrir Umarjon Baqi. Nazoratchi Adargul Qosim. Un olg'uvchi Fatihul Chaysa. Shuning bilan bu qitimqi adabiy anglitishimiz tugadi.